Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Lexus IS 300 mashinasi bo'ladi. Sirazi informatsiyasini aytaman. Yil 2008, kilometr 308 ming kilometr bosib o'tgan, motori ходовой korobkasi ideal holatda inshaalloh. Akalar, narxini ham sirazi aytaman. Narxi 11600 AQSh dollari. Sunnatiga bu narsa o'tib beraman. Endi mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Mashinani turishini qaranglar akalar. Seri perlamotroviy rang bo'ladi bu akalar. Juda ham chiroyli rang. Restyling fari qo'yib qo'yilgan. Bir xillaga restyling morda ham yoqadi, ya'ni bamperlari bir xillaga mana shunaqa klassическийsi yoqadi. Klassический skromniy bo'lib turibdi. Diska balonlarning holati zo'r. Mashinamizda полный full komplektatsiyada, ya'ni lyuklari ham bor. Okalar, sizlar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz va interyerga atenda to'xtalamiz. Diodning faralar turibdi. Двойной выхлопной sistema juda ham chiroyli. Bagajda kameralari ham bor. Endi sizlar bilan bitta interyerni ko'ramiz. Kojinli sidenya, полный elektropaket. Old sideniyamizda perforatsiya mavjud, sababi old sideniyamizda abagrev ham bor, abdufan bor, avtomatik korobka, changer, old sideniyasiga o'qiydi, klimat kontrol zonasi, o'zini monitori, multifunksionalniy ruli, kruiz kontroli, полный elektropaket, orqa shtorkalar, hop, трехэтапный память сидений, стеклоподъемникlar, детский rejimlar, bokovoylarni boshqaradigan rejimlar. Mashinamizning saloni такой бежевый, скромный. Okeylar, narxini eshitdinglar. Narxi 11600 AQSh dollari. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Lexus IS 300.